Salom do'stlar, bugun biz tubini negativini ko'rib chiqamiz. Har bitta fe'lning ingliz tilida 3 ta xili bo'ladi. Bu plus, pozitiv deymiz buni. Bu minus shakli, negativ deymiz. Va savol, question deymiz. Positive plus, negative minus, question bu savol. Masalan, pozitivga men aytishim mumkin: men doktorman. Negativga aytishim mumkin: men doktor emasman. Va questionga misol berishim mumkin: sen doktormisan? Savol. Ya'ni ingliz tilida любой zamonada mana shu 3 ta narsa bor. Positive plus, negative minus, question bu savol. Va bizda ham xuddi shunaqa. Masalan, kelajakni olsak, biz aytishimiz mumkin: men doktor bo'laman. Men doktor bo'lmayman. Men doktor bo'lamanmi? Yoki o'tgan zamonni olsak, men doktor emas edim. Men bu negativi, men doktor edim bu pozitivi va men doktormadim bu questioni. Biz o'tgan safar sizlar bilan pozitivini o'tib ketdik. Ya'ni bu oddiygina to be bo'lsa, bu is, are, am. Am bu I ga, are bu you, they, we va is bu he, she, it ga. Bugun biz negativini ko'rib chiqamiz. Hop. Negativi juda ham oson quriladi. Bizga u uchun faqatgina not degan qo'shimcha kerak. Not degani yo unaqa emas degani. Masalan, men aytishim mumkin: I am a doctor. Men doktorman. Hammasi tushunarli. Va men bu notni olib, masalan, amdan keyin qo'ysam, men doktor emasman bo'lib chiqadi. Ya'ni I am not a doctor. Ya'ni men doktor emasman. Biz uni har doim to be'dan keyin qo'yamiz. Ya'ni formulamiz qanaqa ko'rinadi? Bu odam, bu to be va plus not. Masalan, yana she is not a doctor. U doktor emas. Yoki ular xursand emas. They are not happy. Ular xursand emas.